bize aprel ayından beri keselini tapalmadık. Banisa yürüyor. Doktora baramız keselini çıkmadı. Bu doktora baramız keselini çıkmadı. Keyin kelip okutgandan keyin men sehrim nima qilib bolamga sehr qilinganini bildim. Bunu operatsiya qildilar, operatsiya qilib boshini nima qildilar, operatsiyadan ham komaga tushib qoldi. Komadan keyin kasalini topa olmadilar, uni boshidagini oldilardan kasalini topa olmay yurdik yana Toshkentda chiqqandan keyin masalan onkologiyaga borsak, onkologiyachi aytadi, "Men kasalim emas" deydi. Doktora kelsak, "Men kasalim emas" deydi. Keyin shunaqa qilib 3-4 marta tashkiltirdik onkologiya. So'ng sizga keldik, bu yerga kelgandan keyin o'qitdik, bordik doktorga. Kasali so'rilib, ichida 5% qolib ketgan edi, shu so'rilib qo'yatar ekan. Iring ekan deb keyin chiqarib tashxis qo'yib berdilar. Shundan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Dori yemadi, lekin operatsiyadan keyin dori yemadi. Shu nima o'qitgandan keyin so'rilib boshlandi, yaxshi bo'lib. Shuning uchun aytaman, biz ham Xorazmlardan bosh shunaqa kasallar kelib ko'ringlar deyman. Shuning bolalarınız azob görmesin diye kasali yo'qlarni. Kasali chiqmadimi onun hech qanday. Hech qanday balamni boshini ham kesdilar. Azob ko'rdi, suyaklarini oldilar yana. Hozir yaxshi yana komaga tushib qoldi. Ishora kelib o'qitdilar. Yana ikkilanchiga operatsiya qilamiz dedilar. Ishora kelib o'qitdim, yana operatsiya qilmaydigan bo'ldilar. Yana o'tgan kuni keldim, yana operatsiya qilaman dedilar uchlanchiga. Ishora kelib o'qitgandan keyin ishlari qaytib, doktor yaxshi holati, dori bilan endi ketadi deb nima qildilar keyin. O'qitib o'tmiz. Endi bitta yaxshi o'tirib boshlayotir. Banisada o'tirib bilmaydi, yotadi ko'rib.